Elf. Xo'p, demak, bugungi darsimizda shundaki nemis tilida raqamlarni aytishni o'rganishimiz kerak. Demak, nemis tilida sanashni, nemis tilida sonlarni ayta olishni o'rganishimiz kerak. Demak, nimadan boshlaymiz? Nemis tilidagi birinchi avval dastlabki 10 gacha bo'lgan raqamdan boshlaymiz. Yozib qo'ydim va aytib o'taman o'qilishini. 0 1 2 3 4 aytilmaydi. 4 5 6 7 9 10. Tushunarlimi? Boshqatdan mana 0 1 2 3 4 5 6 7 yerda bittasi qolib ketdi-ku. 7 dan keyin 8 qolib ketdi-yu. 8 9 10. Tushunarlimi? 9. Bilan o yo'qlardi-yu. 9. Tushunarlimi? 8 9 10. Tushunarlimi? Xo'p, demak bu 1 dan 10 gacha oddiy sanash ketdi. Endi 11 dan 19 gacha. Bu ham o'sha oddiy, faqat ozgina o'zgarish. 11, 11 elf, 12 12, 13 30. Endi qarang. Mana shugacha, mana shu uchalasi boshqacha, qolgani yasalgan. Qarang, 14 deyish uchun 4 10 deyilgan, ko'ryapsizmi? O'shanga o'xshash. 14, ko'ryapsizmi? Mana bu 4 raqami bo'lsa, mana bu 10 raqam, to'g'rimi? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tushunarlimi? Endi mana bu yerda 7 da n tushib qolgan, siz aytgandek. 6 da s tushib qolgan, ozgina o'zgarish bor, lekin yodlab olsa bo'ladi bemalol. Tushunarlimi? Bu 19 gacha. Endi 20 dan boshlab 10lik raqamlari, sonlari yozganman. 10lik sonlar qaysilar? 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. Ya'ni 100. Tushunarlimi? 100. 0 bo'ladi-ku. 31 mi? Yo'q, endi 31 qanaqa aytilishini formulasi bor o'zini. O'shandan boshlaymiz. Endi qarang. Nemislarda bitta nimasi bor? Sonlarni teskari aytadi. Tushunyapsizmi? Sonlarni teskari aytadi. Misol uchun biz mana shu sonni biz 25 deb o'qiymiz, to'g'rimi? Ular 5 va 20 deydi. Tushundingizmi? Naborot. 25 emasda 5 va 20. 25 ni aytadi. Ya'ni endi qarang. Demak 5 birinchi aytilar ekan. 5 orada va degan so'z qo'shilar ekan. 5 und 20 shunda 20. Tushundingizmi? 5 und 20. Misol uchun 26 bo'lsa 6 und 20. Tushundingizmi? Birinchi mana bu yoqdagi son 6, keyin 20 deydi. 6 und 20. Tushundingizmi? Misol uchun 37 demoqchi bo'lsak, nima bo'lar ekan? 7. Aha. 7 und 30 shunda. 30. Tushundingizmi? Hop, misol uchun 43 demoqchi bo'lsak. 43 bo'ladigan bo'lsa, hozir shunda 3. 3 und 1 bo'ladi. 3 und 40. To'g'rimi?
40 mana bu endi 40 degani. To'g'rimi? Misol uchun 68 deydigan bo'lsak. 68 bo'lsa, 8 und und des qo'shimchasi bor. 60. Tushunarlimi? 60. Qo'shimchasi tagi har bir gapga qo'shimcha bo'ladi-ku. Ha? Tik qo'shilyapti. Tagi chizib qo'ying. Bo'ldi. Qandaydir qo'shimchasi. Belgimi? Ozgina. Bo'ldi. Tushunarli? Misol uchun 89 endi. Qanaqa aytiladi? 89 tak. Hay 9 ya 9 9 8 und yo 8 und 8 8 qo'shimcha. 80. Tushunarlimi? 9 und 80. Qiyin emas. Birinchi buni aytib, und qo'shasi orada keyin buni aytadi. Tushunarlimi? Endi qarang, bitta savol bo'ladi. Agar 100 dan tepa bo'lsa-chi degan savol. Endi misol uchun 25 emas, 125 demoqchisiz. 125 bo'lsa, o'zbek tilida ham qarang, 125 deyapmiz, to'g'rimi? Ularda ham xuddi shunaqa. 100 qanaqa bo'ladi? Ayn 100. To'g'rimi? 125. Endi 25 qanaqa aytiladi? Mana bu o'rgandik, to'g'rimi? 5 und 20. Tushundingizmi? Misol uchun 337 deylik. 337. 300 deyapmiz, to'g'rimi? 300 qanaqa bo'ladi shunda? Qarang, unda 8. Ayni deymi? 300. To'g'rimi? 300. 300. 100 degan o'zi 100 da. Tushundingizmi? Ha, 300. Ya'ni 337 mana. 37 bo'ldi. 7 und Aha. Tushunarlimi? Bu o'zi 100 dan balanddagi raqamlar o'zi bu mavzuda o'tilish kerak emas, yana keladi hali. Biz 100 gacha o'zi aslida. Lekin ma'lumot uchun aytib qo'ydim. Tushunarlimi? Yozib oling.